Hozirgi bolalardan telefonni 100% olib qo'yish iloji yo'q уже. Hamma kirib bo'ldi. No, telefonni ko'rganni o'rniga nima bilan almashtirsa bo'ladi? Nima maslahat berasiz? Agar bog'cha yoshigacha bola bo'ladigan bo'lsa, bog'chaga berish imkoni yo'q. 2 yosh, 3 yoshgacha unda faqat va faqat onasi shug'ullanishi kerak. Eng katta mas'uliyat onada bo'ladi. Onasi 100% men aytmayman ertalabdan kechgacha shug'ullansin, hamma ishini tashlab. Uni imkoni ham yo'q. Bolani o'zi ham charchab ketadi. Lekin ovqatlanadigan vaqti bo'ladi. Ko'chada aylanib keladi, siz aytganingizdek прогулка qilib keladigan payti bo'ladi, fizik aktivnosti. O'zi mustaqil o'yinchoqlar bilan o'ynaydigan vaqti bo'ladi. Ana o'sha paytlarda ishlarini qilib olib, bola bo'ldi, zerikdi, bo'sh qoldi, yugurib yuribdi, telefonga, televizorga borib yopishmasdan, sirazi ota-onasi buni anglab, bilib, sirazi ke bolam, endi mana bunaqa o'yin o'ynaymiz. Mana nima? Kartochkalar olib kelib olsa bo'ladi. Hozir o'yinchoqlardan ko'pi yo'q-da. Eng katta muammo yana anaqa ota-onalar o'sha o'yinchog'i bor deyshadi-da, olib kelib tashab qo'yishadi. Bo'ldi. Ha, uni tashab qo'yganingiz bilan u bola bitta o'zi bo'lsa ayniqsa, zerikadi uni. Qanaqa qilib o'ynashni bilmaydi. U o'yinni kimdir bilan o'ynash kerak birga. Siz bir o'zingiz o'zingizga qarab gapirib o'tirganda edi, zerikasiz-ku qachondir.